ayolinglar bilan bemaslahat proyekt qildirsanglar, 2 hissa pul to'lashga tayyor turinglar loyihaga. Bir okaxonga proyekt qilib beruvdik. Bitgandan keyin ayollarga borib ko'rsatganlar-da proyektni. Proyektni butkul o'zgartirib yubordilar. Mana hozir mijozimiz 2-marta pul to'layaptilar loyihaga. O'shaning uchun okajonlar, agarda loyiha qiladigan bo'lsanglar, loyihani oldindan ayolinglar bilan maslahatlashinglar. Chunki ularning ham xonadonning ichida o'zini biladigan bilimi bor. Biz ertalab ko'chaga chiqib ketamiz, kechqurun uyga kelamiz uxlagani bor yo'g'i. Ular ayollar ertalabdan kechgacha uyda bo'ladi. Qayerda nima jihoz, qayerda nimalar joylashishini ular ko'proq bizdan ko'ra tadbirliroq bo'ladi. Uchastka qurdirasizlarmi, kvartirani remont qildirasizlarmi? Albatta ayolinglar bilan maslahat qilinglar. Men qildirib yuraveraman, u nima qilib bersam o'shanga ko'nadi desanglar, 2 marta pul to'lashga tayyor turavringlar. 20 yildan beri mana shu sohada yuribman, ishlab. Shu sohada suyugimiz qotgan va tajribam davomida juda ham ko'p bo'lgan bunaqa voqealar. O'shaning uchun video murojaat qilib qo'yaman.